Assalomu alaykum. Bugungi raskladimiz u sizni o'ylayaptimi? Birinchi karta, ikkinchi karta, hamda uchinchi kartamiz. Birinchi karta, ikkinchi karta, uchinchi karta. U sizni o'ylayaptimi? Birinchi kartani tanlaganlarga unda boshladik. Birinchi kartamiz. U sizni o'ylayapti, tashvishlayapti, orzularidasiz, siz bilan birga bo'lishni xohlaydi, lekin biroz to'sqinliklar bor. Bu to'sqinlik menimcha uning oilasi yoki ota-onasi bo'lishi ham mumkin. Siz bilan birga bo'lishni xohlayapti, siz uni orzularida, umidlaridasiz. Birinchi kartamizni tanlaganlar. Ikkinchi kartamizni tanlaganlar. O'rtalaringizda qanaqadir dushmanlik ko'rinmoqda, sizlarni o'rtalaringizni buzmoqchi bo'lgan, partnyoringizda emas, aksincha sizni o'zingizni yoningizda yuradigan bitta yaqin insoningiz borligi haqida aytib bermoqda. Uchinchi kartamizni tanlaganlarda esa taqdir kartamiz chiqdi. Xo'p, bu kartamizda shunday demoqchiki, u sizni o'ylayapti, tashvishlanyapti, ba'zida internet orqali, ba'zida sizni kuzatib yuribdi ham deb aytmoqda. Erkak kishimiz sizga bildirmagan holatda sizni rashk qiladi, sizni qizg'onadi, siz haqingizda o'ylaydi, tashvishlanadi va sizga bildirmagan holatda yaqin kunlarda uchrashib qolishlaringiz mumkin. Kartalarimiz shu haqida sizlarga aytib bermoqchi. Sog' bo'lasizlar.